Qanaqalar endi qiziqtiryapsiz ko'proq endi? Kaptarlar. Chillardan bo'lsa, Chilmi ko'proq? Bunlar chil kaptarlarimiz yana знаменитый kaptar bo'lardi. Shu ko'proq bungilar oq bilan chil boqishardi. Chillar ham juda qimmat kaptarlar bo'lgan bu. Hozir endi boshqa urug' qo'shib qo'yib, endi rangli urug'dan qo'shib qo'yish aynib qoldi chillarimiz. Kichkina bo'lib ketdi. Lekin ko'proq hali oldi ochilib ketdi chillar. Ko'proq blesk yo'qolib ketdi. Endi sekin tiklab burungi chillarda ostanavit qilishimiz kerak edi. Rosa chiroyli kaptar bo'ladi chillar. Mana bu childi mana ko'rsiz. Oyog'i modas tuxum deydi. Hech narsa. Qo'ymasligi endi hozir kaptar charchab qolgan bo'lishi mumkin. Yo yoshi o'tib qolgan bo'lishi mumkin. Bulargilar hali qimmatroq kaptarni olishib olib, yaxshiroq modani olishib olib, tuxumini 3-4 marta surishib yuboradi. Bunga. O'zi kaptar tuxum qo'ygandan keyin обязательно o'zi ochish kerak, o'zi katta qilish kerak. Hali uni ham organizmda o'zimiz odamlarda organizmiga o'xshagan bo'ladimi? Bu ham tuxum qo'ygandan keyin hali mana shu nimalari, matkalari o'zi восстановиться qilib joyiga ulgurish kerak edi bularda hamchi. Joyiga kelish kerak. Mana shu ko'pchilik hali tuxumni surgandan keyin yana 10 kundan keyin boshqa tuxum qo'yadi-yu. Kaptarlar organizmi tuzalmasdan turib yana boshqa tuxum qo'yib yuboradi. Aslida 2-3 marta qo'ygandan keyin kaptar уже bez tuxum qo'ymaydigan bo'lib qoladi. Shunisiga ehtiyot bo'lish kerak. O'zi kaptar tuxum qo'ygandan keyin 18 kundan keyin ochadi o'zi kaptar. 18 kundan ochgandan keyin u bolasini bir 1,5 oyda eshikka olib chiqadi. Как раз shu yetash bir 2 oy ichida organizmimiz восстановиться bo'lib ulguradi-da. O'zi bola eshikka chiqadigan paytda o'zi gnezdodan tushganda yana boshqa tuxum qo'yaveradi kaptar. Bu ko'pchilik shashilib ketib surib yuboradi tuxumini. Ko'proq ashandan ham bo'ladi tuxum qo'ymay qo'yishi kaptarni. Mana chil. Endi buni sizlar ko'proq chilga qiziqaman deyapsiz. Chil kaptarlarimiz burun o'zi shu oqlar bilan bir xil bo'lganda, mana oqlarda qimmat bo'lgan. Populyarniy kaptarlar o'zi burun chillar bilan oqlar bo'lgan. Hozir endi chillarni rangini qizartiramiz deb ko'pchilik rangli tsvetnoy urug' urishib yubordi. Bu tsvetnoy urug'larimiz kichikroq bo'ladi. Lekin parida blesk bo'lmaydi-da ularda. Shuning uchun hozir oldini yaxshi tsvetnoy urilgani uchun ko'pchiliklarimiz oldilar ochilib ketdi. Oldi to'ldirib bo'lmay qoldi-da. Endi blesk ham yo'qolib ketdi chillar, kichkinayib ketdi. Shuning uchun ko'proq chilga hozir qiziqish qolmay qoldi. Endi sekin восстановить qilish kerak edi chillarni, burungi ahvolga keltirishimiz kerak. O'zi chil kaptarda chiroyli kaptar bo'lmaydi. Bu har xil par bo'ladi childachi. Yani albatta shu oldi to'ldirib bo'lish kerak chillarimiz. Mana motoshi bormi? Dumini tagigacha bir xilda rang bo'lish kerak edi. Temno bordoviy, sal aniq fioletoviy svet yaltirab turish kerak. Shu mana chilligiga o'xshab. Oyog'ini qayri bo'lib shekilli. Modas tuxumda yotganda gnezdoga kiraman deb qayri bo'lganmi? Gnezdo talash urishadi, boshqa qilishadi. Bu ko'k sochi. Bu chiroq sochli. Anjorlar ko'kcha deb qo'yadi ularni. Bizda ko'k soch deydi.
formasi boshqacha bo'ladida. Bekatlarga ko'rsa ko'proq buzib qo'yadi. Uni qo'shtirib kerak uchun. Qo'shtirlarim o'z chiroqli bo'ladi. Qo'shtirlarim chiroqli bo'ladi. Endi bu ko'proq 3 xil zot hisoblanadi. Qo'shtirlarchi 3 xil. Ularda yaxshi to'plab turib 3 xil yaxshi. Başta bir sutka uchadi. Bu spetsial 3 xilga uchirgan chiqarilgan zotlar qo'shtirlarchi. Chiroqlilar ham rosa ko'p qo'shtirlar. Ya bu boshqasini modasi, bu o'zini modasi yo'q. Ashin quvlab yuribdi endi hozir. Kaç? Yok, o aşı malla var şunu. Bunun atası özüm burun eski kaplarımın atası yok aldı onu. Şimdiki balası koyuyor. Eski malla var şunu. Mana gulli qizil kelyapti. Bu yana Chinda mana buni. Ha, Chinda kaptar. Bu ham eski burungi toza Chindalarda. Bular rangli Vishikrof deb qo'yadi. Buning Chindalarimizning rangi mana shunaqa bo'lgan. Mana rangda bo'lgan. Moda. Ona ben Çin'de mi? Ama ak köprü bu yani. Norm. Kızıltaş yok. Şu an onun modası Kızıltaş'ı modası ölüp kaldı. Hamas qanotda endi meni kaptarlarim qanot yuradi. Bilmayman, yurmayman qanotlarini. Unaqa yoshim kattaligi uchun uchirmayman men kaptarlarni. Bular uchirsa hammasi uchadi o'zi. Biz yoshimizga tom ursak ham to'g'ri kelmaydi. U yoqqa uchib ketib qolsa, endi bularni yo'qotib qo'ysangiz ham jalb qiladi. Orqasidan quvlab yursak ham bizga to'g'ri kelmaydi endi yoshimizgacha.